Assalomu alaykum. Saroy bozor obunachilari, xudo xolasa bugun buqalarni dahshatlarini olib kelganmiz. Har doimda bittadan like-ni bosib kommentariyga chiroyli fikrni bildiringlar, xudo xolasa. Narxi 20 million ustida, 21 million, 20,5 millionlik buqalarni bugun yengil qo'yib beramiz. Like-ni bosib paddishkada bo'linglar. Narxi sensatsiyada xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Saroy bozori kanali hurmatli obunachilari. Bizni muntazam ravishda, tasodifiy ravishda kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari mana bunda yemga tayyor boqma buqa ishqibozlari. Mana bugun sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilari va arzonchilar yig'ilgan Saroy qishlog'i Toshloq mahallasidan siz tanigan, siz bilgan arzonchi optim o'sha do'stimiz, Solijon do'stimizni minimal hurmatlaymiz. Obunachilar, bugun 10-fevral haftaning seshanba sanasi 2026-yil. Mana bunday obunachilar so'z isboti bilan deydi-yu, xudo xolasa 21 million, 20 million 500 ming so'mlik mollarni xudo xolasa 20 milliondan pastda chiqarib beramiz sizlar Solijon do'stimiz. Xudo xolasa bir qator mana bunday like tugmachasini bosing. Biz bo'lmasa video syomkamizni boshladik. So'z navbatini Solijon do'stimizga bersak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamang. Obunachilar, sog'lar, yaxshimi? Suyimsizlar. Xudo xolasa videoda boshida aytdik. Buqalarda zo'rlarni olib kelganmiz. Narxi, xudo xolasa narxini maqtanadi. Bozorda amaliyot ko'rib yuribdi obunachilar ham, o'zingiz ham. To'g'ri. Narxlar xudo xolasa o'ta qulay bo'ladi, maza ham bo'ladi. Molni ko'rsating bitta. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bu og'ilda necha santimetrdan necha santimetrgacha buqalar kelgan. O'lchaveramiz. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar, xudo xolasa bir qator o'lchanadi soni. Har doimgidek 5 bosh obunachilar, 5 boshi, lekin puli yengil, eng muhimi obunachilar. Albatta, mashina narsani 300-350 kilo chiqadigan buqani olib borib turib, ozgina boqib, misol 3 oymi, 4 oymi boqqandan keyin mashinasini 700 kilo qilib qo'ysangiz ham obunachilar, mana kilo qo'shyapti, pulingizga ochig'ini aytganda pul qo'shyapti obunachilar. Xo'p, bo'lmasa buni ko'rsataylik, bo'ylanib o'lchab. Bo'laveradi. Bitta ko'rsataylik obunachilar. Mana mol xudo xolasa o'ynab turibdi, yaltirab. Suyagi buzuq variantdagi buqa xudo xolasa, orqa oshlari ham hamma yo'q kelgan buqani. Amonbek. Oyoq qo'llari uzun. Badani ham bo'sh, lekin badan ham yeb turg'on-da. Yemni bosib berishaveradi, xudo xolasa. Agar bemalol astaydil bo'lsa qurbonlikka inshaalloh tayyor bo'ladi. Tayyor qilishadi, lekin kuragi yo'q buqani. Yo'q, chiqaradi-da, 1-2 oyda chiqarsa kerak. Menimcha nima shoxi sal alib bo'lib qopti, oqarib qopti tagi. Hozircha yo'q lekin. Hozircha yo'q, shox oqarib qopti, obunachilar 1 oy atrofida. Boshlanib ko'rsating buqamizni. Bo'laveradi. Xo'p, obunachilar, bu tarafdan ham ko'rinishi mol haqiqatan uzun, yaxshi narsa. Xo'p, bu ikkinchi variantdagi buqa nechta qo'yamiz birinchisiga? Birinchisiga 3 tasini bitta qo'yamiz, Amonbek. Xo'p, birinchisiga bel baquvvatidan qarang. Shionvor, orqa guruhlari ham yaxshi holatda ekan. Eng muhimi obunachilar, gibrid buqa xudo xolasa. Xo'p, kalla boshi, hamma tarafi hop kelishgan. 4 ta oyog'ida, hali turponlarda oqi bor deydi. Ana shunday obunachilar oyog'ida 4 tasida hop oqi bor. Bu ikkitasini, nechtasini bitta qo'yamiz? 3 tasini bitta qo'yaylik, Amonbek. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar 3 tasini bitta, uchinchisiga mana bunday ola variantdagi buqamiz inshaalloh o'ta go'zal holatda bunisi ham. Hop, xolasa. Oyoqlari obunachilar eng muhimi mana stakan tuyoq ko'rinib turibdi. Oyog'i ham tonnani ko'taraveradigan darajada. Xolasa, Amonbek. Bo'laveradi. Bo'lmasa bu 3 tasini hop narxini bitta obunachilarga aytaylik. Narxini Amonbek bitta qo'yamiz, arzon qo'yamiz. U yo'q gapni gapirmaymiz. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar mana bu 1, hop bunisi oqbosh 2, narigisi ham oqbosh ola variantdagi. Hop 3 tasini bitta joyga olaman degan obunachiga shunday telefon qilsa, bitta gap. Tars bo'ladi, u videoni cho'zib ona qilish, bachkanlash kerak yo'q, dangari gap. Ketdi 20 milliondan. Baraka mana. Otangizga rahmat. 21 million, 20 million 500 ming bering deb yo'q gapni gapirmaymiz. 20 milliondan 3 o'g'longa beraman. Tanlab olishga plyus minusi bor, ammo. Ha, bo'laveradi. Bo'lmasa tanlab olishga telefon qilishadi, lekin unaqa ko'p ko'p bo'lmaydi. Ozinadan endi rasxotiga. Rasxotga tanlab olish. Bo'laveradi. Plyusi bor joyda minusi bo'ladi. Dangari. Joningiz sog' bo'lsin. Bunisi ham to'g'ri. Hop, hurmatli obunachilar, 3 tasiga hop bitta narx qo'yildi, ya'ni 20 million so'mdan. Metrda bo'lmasa bir qator buni bo'ylarini keyin o'lchaveramiz. Obunachilar asli bular hop 20 ga kattalik qiladi, to'g'risi 20 dan baland bo'yi. 25 ga olishaversa. 25 ga olishaveradi. Bonus qolgani undan buyog'i bonus bo'ladi. Hop. Obunachilar hop 20 million so'mdan narx qo'yilyapti obunachilar, 3 tasi bitta joyga. Albatta telefon qilsalariga Saroy bozoridan telefon qildim degan obunachiga,
har doimgidek beherish bo'lmaydi. Telefon qilishga shoshilaverasizlar obunachilar. Biz bo'lmasa undan keyingi variantlarini ko'rsatishni boshladik. Xudo xolasa Bu ham bo'yi bitta bularga tushaveradi. qo'shib olaman desa, xudo xolasa tushaveradigan variantdagi buqa. Hop, bo'laveradi. Buni ham xudo xolasa orqa boshlari. Kuchli bu buqani ham. Hop, yon tarafdan ko'rinish holatlari ham yaxshi holatda ekan. Hop, bu birinchisi. Hop, bu ikkinchisi obunachilar. Bo'yi pastroq, lekin xudo xolasa Yerga yaqin bu qo'y. yerga yaqin tapaloqqina buqa ekan. Qarang, dahshatlar. Bu ham mana shu 120 chiqib uradi. Shunaqa 120 ga shuni ham berilaveradi haqiqatdan. Endi qolganini obunachilar taqqaslab ko'raverasizlar mana. 125 dan xudo xolasa kam emas. Hop, bu ikkalasiga telefon qilsa, telefon qilib uka, ikkita buqonga ish qivoz oldim deysa mana. hop, Bitta gap gapiramiz, yo'q gap gapirmaymiz. 19,5 milliondan olishilmaydi bu buqani. 300 mingdan kam bo'ladi, 19 million 200 mingdan mana. Baraka. otangizga rahmat, hurmatli obunachilar. 19 million 200 ming so'mdan telefon qilsalang albatta beherish bo'lmaydi. Hop, bularni endi tanlab olishga qanaqa bo'ladi? Tanlab olishiga plus minusi bo'ladi. Plus minus bo'ladi, xudo xolasa. O'zi obunachilar mana ko'rinib ham turibdi, ha. Keyin 19 million 200 dan yoqqanini olsin. 19 million 200 ming so'mdan yoqqanini olishadi. Ikkitasini bitta joyga bo'ladigan bo'lsa, kamini qilib berasiz, shunday qilib. Otangizga rahmat. Hop, hurmatli obunachilar, hop mana bu ikkalasiga 19 million 200 ming so'mdan narx qo'yildi. Albatta telefon qila olasizlar, xudo xolasa aytilgan narxlardan. Chiroyli qilib o'tib beriladi. Endi bitta shaytni gapda gapiraman. Yana har doimgidek. 5 tasini olaman degan obunachiga necha puldan beramiz? 5 tasini olaman degan obunachiga mana. Bitta gap. Hop. 20 yo'q dedingiz boshida ochig'i. 20 yo'q, 500 mingdan kam bo'ladi, 19,5 milliondan mana. Baraka 5 tasi. Otangizga rahmat ey. Hurmatli obunachilar, 5 tasini bitta joyga olaman degan obunachiga 19 million 500 ming so'mdan telefon qilsalang, xudo xolasa inshaalloh ozginadan chiroyli qilib, kamini qilib, bularni 5 tasini bitta joyga olaman degan obunachiga Toshkentgacha ham ketkizib beramizmi? Toshkentgacha yetkazib olib borib beramiz. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatno. Samarqandga ham sotyapti, Surxondaryoga ham sotdik-da. Otangizga rahmat. Ha, u dastavkasini kelishilgan holatda. To'ppa-to'g'ri. Toshkentgacha besplatno qilib beramiz 5 tasini olganga. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar telefon qilishga shoshilaverasizlar. Hop. Narxlari kimgadir tushunarli bo'ladigan bo'lsa, albatta telefon qilib savdongizni qilib olishingiz mumkin. Xudo xolasa mana bunday buqalardan obunachilar hammangizga 20 talab, 30 talab, 40 talab boqish hammamizga nasib qilsin. Albatta videoni ko'rib bir donadan like bosib ketasizlar obunachilar. Biz bo'lmasa videomizga yakun yasaymiz.